Atigi 3 soat vaqt va Ramazonga 10 kunlik zagotovka. Salom hammaga, men Zina. Uyda yo'qligimda olib kelingan go'shtni shundoqqina morozinlikka tiqib qo'yishibdi. Buni men eritishga qo'yib xamir qilishni boshladim. Xamirimiz oshirma xamir, har doimnikidek retseptlarni opisaniyada qoldiraman. Go'shtimiz erigandan keyin ro'ppa-rosa 1,5 kilogrammini qiyma qilib olamiz. Birinchi retsept menda internetda kechagina ko'rib qolgan edim. Bugunoq qilib ko'rgim keldi. Bu yopiq pide yoki yopiq lahmacun desa ham bo'ladi. Buni bitta va eng katta minusi muzlatish uchun ko'p joy olar ekan, lekin ko'rinishidan mazasi zo'rga o'xshaydi. Ikkinchisi bu hamma biladigan go'shtli rastigay. Bunga ham oshirma xamir ishlatiladi, faqat ichidagi qiymasi pishgan bo'lishi kerak. Chala pishgan. Yaxshilab tugib olamiz va muzlatishga ustini tuxum bilan kunjut sepib yuboramiz. Men bitta ish qilib ko'rdim, boshqacha tugish usulini o'rgangandim. O'shani birinchi marta qilib ko'rdim. Birinchisi ko'rganinglardek nima qilyapti buga o'xshadi. Ikkinchisi baribir boshqacha chiroyli chiqdi. Baribir tajriba eng katta rol o'ynaydi. Vo, videoni buncha tezlashtirib tashlama, ozvuchka qilishga ulgurmayapman. Xullas, keyingisidan kelsa golubtsilar. Buni ruslar ko'p tayyorlaydi. Men ham bir marta qilib ko'rishga qaror qildim. Mazasi boshqacha chiqsa kerak. Oho, pizzaga o'tib ketdi o'sha. Xullas, keyingisi pizzani qilishni hamma bilsa kerak, lekin birinchi marta men pizza qilishim. Uyda hech qachon pizza qilmaganman. Orada qornim ochib ketdi, bittasini pishirib yeb ora qoldim va fisha zo'r chiqibdi. Keyingisi o'zimizni oddiy har doimgidek karamli golubtsilar va oxirgisi bu go'shtli pirog. Go'shtli pirogni men uyda juda ham ko'p qilib qo'yaman. Uyda mabodo suyuq ovqat qilinadigan bo'lsa, yoniga cho'tka qo'shimcha bo'ladi, ishoninglar. Xullas, gap bilan hammasini qilib bo'ldik. Endi eng zavq beradigan jarayon bu upakovka jarayoni. Morozinligim to'lib turaversa mazza qilaman. Bu boshqacha zavq beradi odamga. Xullas, tajriba qilishdan qo'rqmang. Obuna bo'ling.